Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026-yil 2 oyning 1-kuni yakshanba. Bugungi biz bu programmamizga ya'ni AI ya'ni sun'iy aql haqida bo'ldi bugun suhbat programmamiz. Bugun biz insoniyat tarixidagi eng chunqur texnik o'zgarishlarning biri bo'lgan sun'iy idrok ya'ni AI haqida to'xtalamiz. Bugungi kunda biz kundalik turmushimizda AI'da telefonimizda, xizmatimizda bo'lsin, kundalik hayotimizda bo'lib qolib qolsin, ya'ni ayrilmaydigan bir qismi aylandi. Biroq bu texnika bir kechada paydo bo'lgan emas. U o'nlagan yillar har xil ijodiyatlarning natijasida taraqqiy qilib, bugungidek bir holatga keldi. Biz bu sun'iy aqldan qanday bir savollarni so'rayli, mayli falsafiy savollar bo'lsin, matematikalik bo'lsin, geometrik qilib qolsin, qanday bir narsani so'rasak, shu zamonning o'zida bizga javob beradigan bir holat shakllandi. Bugun biz bu sohaga soni taraqqiy qildirish, ya'ni bu sun'iy aqlning bugungidek mushundoq taraqqiy qilib mush bosqichga kirishiga kimlar to'p qo'shdi? Ya'ni har qanday bir texnika turli bir kechdalarkim paydo bo'lib qolmagan. Bu faqat izlanish natijasida nurg'un yillar taraqqiyot natijasida asta-asta barliq kelgan bir texnika. Shunga biz bugungi bu texnikaning taraqqiy qilishiga kimlar to'p qo'shgan mush haqida suhbat qilish uchun Amerikadagi kompyuter injeneri Mavlon Yasin apandim taklif qildim. Assalomu alaykum Mavlon Yasin apandim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Bu maydonni menga bu maydondan foydalanishni menga osonlik qilib bergan uchun sana ko'p rahmat. Bugun so'zlaydigan mayliqi bu bugungi 3-soni men dedim 10 leksiya bo'ladi. O'yliqi qanday xizmatlar AI orqali gullandi va shallandi. 3-sida bugun AI'ni yaratganlar qanday kishilar üstü to'xtaymiz. Endi buni to'xtab bugungi aqcham AI to'g'riliq so'zlaganlarning ichida eng abstraktlik biri ham eng ahamiyatli biri. Chunki men masalada buni qilib qilishim yaqinda masalanga biz ishlayotgan idorada AI to'g'riliq AI rasmiy mushini qilish uchun 2 maxsus odam xizmatchi iltimos qildi. Odamni oldiganligini e'lon qilgandan keyin uningga 50 odam iltimos qildi. Çünkü AI hozir yoshlar uchun bu maosh nihoyat yuqori. Bilib qo'yinglar, Amerikada AI ishlaganning base salary eng tuan maoshi $150,000 dan boshlaydi. 2 odam 50 odamni qanday qildi desang, avval bir 30 40 odamni AI orqali shallab yetadi. Chunki xizmat, sen bir xizmatni e'lon qilganda shu xizmatga shu e'lonning ichida nurg'un halqiliq so'zlar bor. Senin razimi deymiz, tercümalığında aş sözler var mı, yok mu? Sizler eğer man davatime AI'ga iltimas kıldıqlar, muşunun dikkat kılınlar. Aşı mühim hizmetlerge münasebetlik sözler bulmağını işte AI arkalıkla adam çıkarıydı. Birinci şallanış. 3 kıtım interview oldu. Interview degeni mesela didara adamla görüşümüz ko. 2 kıtımda aş ketgende 8 adam kaldı. 8 adamni endi ikkinchi shallash etmangdi. Aldığın 2. Ondan musha nima qildim? Yevropada o'xshash odat xizmat iltimos qilib qolsak, eng avval o'zimizniki CV'sini avatimiz. Ekan intervyu taklif qilib qolsa, birinchi intervyu, ikkinchi intervyu deb, shu 2 qatim intervyu qilib, bir necha odamlardan tanlab eng oxiri shu birini qolgan gap boshda. Şu, ben birinchida AI shallab yetadi. Yiliq so'zlar bormi? Men xizmat e'lon qilganda, bu xizmatga mushtaq odamlar kerak degan nuqtaliq so'zlar bo'lmaganlarni chiqaryapti. Birinchi diqqat qilinglar, bir nim yozganda shu idoraning e'lonini nay tafsili o'qib, oshningdagi muhim nuqtaliq so'zlarni sizlar tarjimalinglarga kirgizinglar. O'xshash tarjimani hammaga avatdim. Ikkinchidan qilganda menimi kelib o'ttirishpa deydi, o'ttirdim. Şalladı, nurgun suallarını sorudu.
Men bugün şu savollarni menmi diqqat qilmabdimanki, şu savollarni, mushu odamlarni tanishtirish jarayonida ashular so'rgan savollarni men mishaga qo'yib o'tib ketaman. Bir to'liq tushunib ketmasanglarmi, darrol ashularni bilib qolsanglar ehtimol bor. Masalan, Google'ga talab qildiganlar qanday savollarni qo'ydi, Copilot, Microsoft'niki AI'lar qanday qildi, bular nihoyat muhim emas. Endi buningdan shallanib bir 3-4 odam qolgandan endi ularni rasmiy akilib bunda bir uyga o'tdag'iz qo'ydi. Endi shu idoraga 5-6 soat o'tirdi, idoraga hamma odamlar kirib, xohlaganlar kirib, uning bilan suhbatlashib chiqib ketdi. Shu orqali belgilaydi. Mening bugun abstrakt bo'lganlar bir amal yo'q, shuni so'zlab o'tib ketay, chunki shu savollar kelgan, uningki men sinab boqaychi deb bir ishki shirkatga nima savollar keldi deb bir ishki shirkatga iltimos avtib boqdim. Endi xizmat qilmaymiz-ku, bizning yishimiz cho'ng bo'lib ketdi. Iltimos qilib boqsam, ularning so'ragan savollarini Aştay birinci yulduzlar qilgan savollardanmi bildim. Men bugun shularni o'ttirib qo'yman bugungi va budoq leksiyada. Avval men har qatim so'zlashdan burun qisqa bir kirish so'zi bilan o'tib ketay AI to'g'riliq. Dunyodagi birinchi boy Elon Musk 2025-yili 8-oyda yana bir qatim, burun nurg'un qatim degan yana bir qatim shundoq dedi. Kelgusida yoshlar duch keladigan eng chong masala nopusning ko'payishi emas, balki nopusning yimirilishi. AI'ning tadrijiy taraqqiy qilishi kontrol qilolmaydigan ta'turga sanash bosqichga kirdi. Inglizchada out of control countdown. Bu degan nima deyilik, masalan, yangi yilda asali 10, 9, 8 deb ta'tir sanaymiz-ku. Shuni deyapman, out of control countdown degani. 5 yil ichida AI insoniyatning umumiy aqliy parasitidan ishib ketdi. 2031-yilga kelganda insonlar madaniyatining oxirlashish ehtimoli 2029-yil kelganda, ya'ni 4 yil qoldi, 20% ga yetadi. U yana X'ni bilmasku, burun Twitter'da, X'da tuan tug'ilish nisbati keltirib chiqargan yimirilish insonlar madaniyatiga klimat o'zgarishidanmi zo'r tahdid ilib keladi. Tuan tug'ilish hozir AI dunyo bo'yicha tuan tug'ilishni keltirib chiqyotdi. İlgiri kishilar hamisha nopusning ko'p bo'lishi va yer boyligining cheklik bo'lishidan ansirgan. Dunyo nopusi 1900 yili manda aytsak bugundan 126 yil burun 1,6 milliard ekan. Hozir 2026-yili 8,2 milliard yetdi. 4,7 o'rildi. Taraqqiy qilayotgan davlatlar yemaklik yetishmaslik masalasiga duch kelmoqda. Shaharlarda odam ko'p, xizmat fursati oz, qozadigan boyliqning yetishmasligi qatorliq masalalar zo'r besim ostida. Ammo yaqinda shamol ta'tirga o'rdi. Nopus Yaponiyaning tug'ilish nisbati 2025-yilga kelganda uda 18 yil tuvalidi. Koreyaning tug'ilish nisbati 2023-yili 0,72 ga tushib qoldi. Germaniyaning tug'ilish nisbati 2023-yili 1,4 ga tushib qoldi. Hozir anglasam 1,39 atrofdagi. Bularning hammasi xalqaro o'lcham 2,1 dan jiq tuvan. Bir davlatning tug'ish nisbatidan 2,1 dan tuvan bo'lib ketsa, kim edi nopusi? 2022 yildan tortib Xitoy nopusi pasib ishqa qarab mangdi. O'smadi Xitoyning tug'ilish nisbati butunlay pasib tushib ketib bordi. Elon Musk AI'ning taraqqiy qilishi insoniyatga ilib keladigan ig'ir pasib ta'sirdan ansiraydiganligini to'xtamay takrorlab kelyapti. Elon Musk AI'ni raqamli xudo bilan silishtirdi. O shundoq dedi, 2030-yildan boshlab insoniyat keng ko'lamda ishsizlikqa duch keladi. Ko'pincha kasbiy va texnik xizmatlarning o'rni
AI oladi. Yuqorida raqamni xudo deb qo'ydim. Bu yaqinda AI chiqqan yoqqa paydo bo'lgan atalg'u. Inglizchada digital god deydi. Bu yaqinda paydo bo'lib 1-2-3 yil bo'ldi. Bu yaqinda paydo bo'lgan atalg'u AIning tangriga o'xshash sifatga ega insonlarning mavjudligi va e'tiqodiga chunqur ta'sir ko'rsatish ehtimolini ko'rsatadi. Otam bo'lib, buni yaqinda shuni raqamli xudo men tarjim qildim, buni xudo deb qo'ydim. Allah deb olmadim, chunki bu yerda hamma dinni da'vatidi, to'g'rimi? Allah degan musulmonlar uchun atalgan, xudo degan o'rtaq atalg'u, inglizchada digital god deydi. 2025-yili masalanga, mana 2025-oldimizgi yilda Microsoftda 15,000 odamni bo'shatdi. Facebook 3,600, Amazon 14,000, Verizon 13,000, Netflix bizlar kino ko'ramiz dunyo bo'yicha, Avropalar hamma 17,000 xizmatni qisqartdi. 2025 bir yilning ichida. Ayib ketdi. Yana bir tarafdan xizmatchilarni ishdan bo'shatish bilan bir vaqtda fan texnika magnit shirkatlari, cho'ng shirkatlar AIga solgan mablag'ini uzluksiz oshiryapti. Bu texmi ko'p odamni ishsiz qilib tashlaydi. AIning dunyoga kelishi xizmat logikasi tubdan o'zgarayotgan yangi davrning kelayotganligiga biz guvochi bo'lyapmiz. Burungi butunlay o'xshamaydi. Masalanga, hozir sen 4 yil universitetni o'qiding. O'qib $100,000 xarjlab maktabni bitirdim. Sening AI'dan nima yo'q. Men meyada $2,000, $5,000 xarjlab 4 hafta AI'ni o'qidim. Ikkimiz bir shirkatda olsam, meni oldi, seni olmaydi. Shu bilan oliy maktabda o'quvchilar cho'qim AI bilan qurollanmasanglar, bo'lmaydi. Amerikada boshlang'ich maktablar AI boshladi. Ems xo'sh, Mevlanka, hozir da'vatsizmi AI'nikida men bu ko'p ishlatmayman-ku bu narsanikini. Anda bir narsaga duch kelib qolsam, so'rayman bir narsalarni. Qayoqda uni bunaqa paramlish boqma AI bilan. Hem siz AI o'rgansizlar degan nima o'rganamiz shu vaqtida? Masalan, hozir AIda hamma narsani so'rsak chiqar ekan, masalan, ma'lum bir idora xizmati kirdi, masalanga. Desak, ma'lum bir xizmatni bergandan keyin shuni munosib javoblarni AIdan izlab tepib, shuni o'zisin chiqdi ishmi bu endi? Asosan hozircha birinchi masalan AI deganda masalanga pul muomala bank sistemida ishlading. Ularning o'zlariga tushliq bir turkum ishlari bo'ldi. Masalanga qatnash yo'lda ishlading. Ya Aydorunda ishlading. Ularning o'zlariga yo'liq bir xil AI bilim bo'ldi. Xuddi kompyuterda sen o'xshamagan soat ishlasang, o'xshamagan qo'llanishdan nimalarni ishlatsang-ku, ma qo'l telefonimizda havo rayiga birimida qaraymiz. Jichat ashning o'xshamagan yerlarda sen shu AI ni ishlatsa, bu basic. Onun için AI'nin kodlarını murakkab birimlerini idarenin murakkab nasırını AI orqali qildiganlar bor. Bularning maaşı nayt yuqori bo'ladi. Bularning maaşı masalan Facebook'larda, Google'larda AI'ga ishlatsang, AI'ga kirgan odamlar AI taraqqishni qildigan ishg'allarning maaşı hech bo'lmagan yillik maaşı $2 million. Ularning nayt yuqori bo'ldi. Masalan bank sistemlarga kirsang, basic deydi. Seni dastlabki qadamki odamlar deb olsa, ularning maaşı Amerikan so'zlayapman sizlarga. Amerikada basic salary, eng tuan salary $150,000 boshlaydi. Masalan, senior mundaqiliqqa peshqadam cho'ngroq shaklda olsa, ish bo'lganda sana bir $250,000 az deganda shunday maosh berdi AI'ning odamlari. Boshqalardan halq o'tib ketdi. Amerikadagi mablag' silish bankasi Goldman Sachs, bu dunyo bo'yidagi eng chong bankining biri. Dokladning ko'rsatishicha, yangi e'lon qilingan dokladmi? 2025-12 e'lon qilingan doklad. Dunyo emgak kuchi bozori cho'ng qalayimqonchilik girdobiga berib qilishi mumkin. AI 300 million bankininki mo'ljarcha AI 300 million butun kunlik xizmatga ta'sir ko'rsatadi dunyoda. 300 million. Amerika va Yevropa oz deganda 70% xizmatni ma'lum darajada avtomatlashtirgani bo'ladi.
avtomatlashtirib yetadi. Ma taraqqiy qilgan davlatlarda bu eng qattiq ta'sir ko'rsatyapti. AI'ni ishlatgan odam bundan keyin hozir bundaq gap shu. AI'ni ishlatgan odam go'sht yeydi, AI'ni bilmagan odamlar bir chini sho'rpim ishchanmaydi. Manda ha? AI'ni go'sht yeymansan, AI ugan deydi hozir. Masalanga kelgusi 10 yilda va uningdan keyin AI'ning taraqqiyoti kunsiri kuchaydi. Bundaq orqa ko'rinish ostida agar Uyg'urlar orqada qilishni xohlamasa, cho'qim AI'ga munosabatli bilimlarni egallab, AI ishlatishga moyil bo'lish kerak. Men necha kun deb ketdim, buni sizlar savod, bir oliy maktabni tutamsan, odatga odamlar o'rganalaydi, AI'da bika kurslar yamanjiq. Cho'qim AI'ga munosabatli bilimlarni egallab, AI ishlatishga moyil bo'lish kerak. AI'ni bizning eng kuchli qurollarimizga aylantirish kerak. Agar siz AI'ni hozirgi xizmatim bilan munosabati yo'q deysiniz, yoki hozir ishsiz qoldim degan siz ikki holat bo'lgansiz, undaqda siz darhol birovga vaqtingizni chiqarib AI'ni o'rganing, hozir xizmat chiqadi sizga. AI'ni o'rganishingiz kerak. Siz AI qurollarini ishlatishni bilib qolmay, yana o'xshamagan kanallar va amaliy qo'llanishchan ssenariyalar bilan birlashtirib o'rganishingiz kerak. Hozir AI kursini men yamanjiqga jumla men manda qarab baxtib, "Eyvasa qanday o'rganamiz" desang, bika kurslamjiqga masalan $2000 4 haftalik kurslar Google kirsanglar, YouTube kirsanglar shunda jiqga hech nimani bilmagan odamdan boshlaydi. Hozir AI nereden boshlaymiz deydi-ku, hech nima bilmagan odamlarga boshlaydi. 4 haftalik AI'ning bir shundaq moyil odam chiqarib yetadi. Niyadalqi Mavlanka ziyatimizga chiq adamlar deymiz-yu amaliyotda shuni kirib izlab o'rganishimiz nima emas ekanda. Emas. Sistemlik darslar bir adam bo'lgan bo'lsa, az-azıncha hamda faqat ichki qismi o'tmasmi, yuzak shaklida masalan tunji qatim AI qandoq ochimiz, qandoq ochilaymiz, uning keyin qandoq ishlatamiz, asta qadam bosqincha nimalar qilib bir necha qatimliq dars o'tab bergan bo'lgan bo'lsa, ana haqib uni ko'rib, qiziqib, chiq adam o'zining o'rgandigan va yoki buni pullik kurs qarnashigan bo'ladi. Masalan, GPT. Aşınada kırıp aşınada hemmini sorsanglar başlar. Ben aldım maşiye gitsem maşinde kit bir ChatGPT'ni içip koyup mesela seni sorsam mı buldun, nimini sorsam yol boyu bütün bana ders tutmadı. Tamak içiş olandı, nimini deysen. Hadi Uygur tamaklan polonu kanday itilan duysam dep birdiğen boptu. Hemme kesipte nimini kılmazsan dep birdiğen şunu şu Uygurlardaki mesele ufkada kokuş veya AI deysi bu şundaq bir osmanğa çıkıdığandek bir adamның kolu yetmeydiğandek bir şundaq bir ilim penmiki dep ise olaydı. Unda emas. Şu AI burun adamların kolu yetmeydiğen ilim penni başlangıç seviyedeki adamların kolu düşürüp veriş jarayoni. AI çokum sizning hayotingizdagi qiyinchiliklarni yengib zo'r natijaga erishadigan fursatga yetaklaydi. Shunga Elon Musk'a bolalarning kichigidan boshlab AI o'rganishni kuchli tavsiya qilyotdi. Menmi dema u bolalaringlar hammanglar 5-6 yosh kirganda AIga yo'lga silinglar bolanglarni. Kelgusidagi oldingi qatordagi o'quvchilar biz davrdagi o'xshash emas bunlar. Biz kitob bilan yodlashga yoki faktni esda tutishga moyil bo'lganlar emas. Balki AI ishlatishga eng mos keldiganlar. Men meni kirish so'zim mishad bo'lsin. Endi men masalanga AI'ni qanday taraqqiy qildi, kimlar taraqqiy qildi deya dunyodagi hamma oldingi 1-2 soatim so'zlab o'tgandik. Dunyodagi ilm fandiga butun bu bir ommaviy omam hareketi emas. Bu ma'lum odamlar taraqqiy qildi, xalq endi uni o'rganib qo'llandi. Har qanday ilm fanning taraqqiyoti shaxsiy kishilar bilan, ma'lum kishilar bilan munosabatli. Masalanga biz endi bu AI taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatayotgan va AIda qanday yangi atalg'ular o'ttirga chiqyotidi degan temada qisqa to'xtaymiz.
Atalgılar dikkat qilinglar. Bularni men naq maydon suhbatdan olgan masalalar juminglar ma atalgılar. Dünya AI musobaqasiga eng taraqqiy qo'shqanlar Hindiston va oqtanliklar mo'yin va konkret rol o'ynayapti. Ularning konkret to'pisi va amaliy kuchi AIning hozir va kelgusini shakllantiryapti. Avval bugun biz Hindistonliklar bilan tanishaylik. Hindistonliklar bo'lsa Amerika ilm-fan tadqiqot markazi bo'lgan Kremi jilg'isi Silicon Valley deymizda, bizlar San Fransiskoda atrofda. Yushurin tayanchisi va AIning yetishib chiqayotgan yetakchilari. Hindistonlik ixtisosliklar texnika ijro qilish, boshqarish va strategiyalik tadbir belgilash iqtidori bilan dunyo texnika jamiyatida bo'libmi Amerika AI sohasida dong chiqarib shuhrat qozonib kelyapti. Masalanga rasm 4 ga keling. Yani eşkayım açayım. Rahmat rasm 4. Tamam. Başlayalım. Men mushlan tonish jarayonida atalg'ularni deb o'tib ketdim. Mana. Birinchisi Sundar Pichai. Uyg'ur shunda o'qiymiz-da. Bu Google'ning CEO'si. Bu Hindistonlik. Google degan Google'ning quruvchisi bu. Google'ning quruvchisi. Ya quruvchisi emas. Quruvchisi hozir ular pensiyaga chiqib ketdi-ku. Necha yil, 10 yildak bo'lib qoldi. Bu CEO'si yaqinda. CEO'si quruvchisi emas. Birinchi bosh. Ular birinchi qo'li. CEO deydi. Onunki. Hozir Google'ning qimmati 3 trillion jumi. Sizlarning Norvegiyaninki GDP'si oraq 1.3 trillion. Google'ning GDP'si sizlarning Gollandiyaning GDP'si Google'ninki qimmati sizlarning butun Gollandiya davlatininki GDP'sidan 2,5 jiq bir Google'ning. Uning rahbarligida Google AI'ni şirketning yadroliq strategiyasi deb bekitdi. Google'ning Gemini va TensorFlow qatorliq mahsulot va qurollarni tadqiq qilib AI'ning ichiga ko'p mablag' soldi. Google izdinish, bulut mulozimati, avtomatik haydash qatorliq sohalarda AI'ni bevosita qo'llanishga yo'l qo'ydi. Rasm 5 ga akagin, rasm 5 ga. Bunda tushagin. Mana rasm. Malayliq men deyman-ku, xalqlarda so'rgan savol juminglar. Avvaliga so'rganda buning AI to'g'riliq kichkina uqum bormi, bilim bormi deb mundaq random deymiz, tasodifan muntizam emas savollar kirganlar so'rgan savollar. Men maydonda bor shularni anglaganda savollar. Birinchi masalanga Gemini. Gemini. Bu Gemini degan nima deb so'radi-da? Masalan, nurg'unlar mundal bilsak, Google'ning bu bir Google'ning ilg'or AI sistemasi. Bu ham shunda to'xtab qolsam bo'lmaydigan kichikroq ozroq mazmun qat deb so'radi. So'rganda bu Gemini degan AI'ning ilg'or rasm sistemasi ovozliq rasm kod degan program. Tekis va sin qatorliq ko'p xil sonliq ma'lumot tiplarini bir taraf qiladi. Tabiiy til degan biz insonlarning tili, tabiiy til ishlatib Google rasm ombirki rasmlarni izlaydi va tushunadi, hatto tahrirlaydi. Agar mushu savolga mushundaroq javob bersa, mushunchalik javob bera olsanglar o'tib ketalaysizlar. Nima savol? Shu savol naq maydonda olgan savoling juminglar men deb qo'yay sizlarga. Mana shu naq maydon. Ballar, sening bormi yo'qmi shuningdan tavakkul so'rayotgan savollar. İkincisi TensorFlow. TensorFlow degan nima? What is a TensorFlow? Savol so'rganda qisqa so'rdi. Endi bu TensorFlow'ni so'zlaganda bular Google'ning adını izlayotdi emasmi? TensorFlow degan Google taraqqiy qilgan mashina o'rganish va AI uchun tayyorlagan yumshoq detal ombiri. Bu eng
alqışqa erişken ramkalarının biri. Hem de ramka degen işildi, ramka degen bütün yumuşak detallarını bir yerge yığıp qilgan narsani ramka deydi. Kasbiy til. Ramkalarının biri. Bunu bir qadar vazifelerge işiltishga bo'ladi. Ammo asosli nerva to'rini mashqlantirish va yakunlashga ishiltadi. O rasm tunush, tabiiy til. Hozir rasm tunush dunyoda shunday nima qilib ketib bordi-ku, ko'payib ketib bordi. Xitoylar hamma yerda odam rasm tunush bilan odam tutadi. Rasm tunush, tabiiy til bir taraf qilish, tabiiy tilni bir taraf qilish, vaqt jadvalini mo'ljallash va kuchli o'rganish qatorliq vazifalarda keng qo'llanadi. Agar mushuni bunchalar demasanglar, mush qadar sal deb beralsanglar, birinchi tasdiqlashdan o'tib ketalasizlar. Agar TensorFlow nima bo'lsa, jimli bo'lsa, masalan, mushunday bir savolni so'ramiz, javob beramiz, yaxshi kelding, ko'p rahmat sana, Xudoyim bilsa, sen bilan yana aloqa qilishimiz deb yo'lingga silib qo'ydi. Endi yugunda ashada birisi TensorFlow'ni so'radi, birisi yaxshi mashina o'rganish degan, yana biri kendila ulapla mashina o'rganish degan nima degan savolni o'ttirib qo'ydi. Mashina o'rganish degan ma'noda men yozmabdiman. Mashina o'rganish degan nima degan savolni qo'ydi. Mashina o'rganish bo'lsa, mashina o'rganishning bir alayda mashina o'rganish bo'lsa, bir alayda tipdagi yumshoq detal va AI'ning bir tarmoqi bo'lib, kompyuter sistemasidagi sonliq ma'lumot va hisoblash usuli orqali narsalarni avtomatik o'rganadi va o'rganish jarayonida iqtidorni to'xtamay o'stirdi. Xuddi AI'ning u bir narsani deb bersang o'rganadi, masalan, uni o'rganib bo'lgandan keyin o'zligidan o'rganadigan iqtidorga erishadi. Mashina o'rganish degan hozir intayni mashina o'rganish keng sohalarda qo'llanadi. Misol, rasm tunush. Rasmni qanday seni masalan nurg'unga sening rasming orqali idoralar kirsang, ishkingda qarab sening rasminglar tuniydi-ku, seni tunush. Tabiiy tilni bir taraf qilish. Masalan, sen ChatGPT'ni so'zdan avvalmanda bir necha qatim so'zlagandan keyin ChatGPT sening uningni tuniydi. Uningga sening bilan parang qila oladi. Aldamchilikni bayqash. Hozir masalan bütün yerlarda aldamchilikni bayqash nihoyat ko'p. Mushuningda mashina o'rganish nihoyat keng qo'llanadi. Bexatarlik tahdidini aniqlash. Buning mavu bizning shirkat bexatar akilalamdi, akamamdi. Ashlarning hammani mo'ljallashda bu mashina nihoyat ishiltadi. Xoslashtirish. Shaxsiy sening xizmatini qildirish. Uningdan keyin tavsiya berish. Bu magina o'rganish sen bilan bir mazgil o'rgangandan keyin "Vaysam xizmatim qolmadi, qanday qilaman" deb bir bilan desang, sana o tavsiya beradi. Avtomatik xaridorlar mulozimati bilan ta'minlaydi. Hozir chiqdi to'g'rimi? Gayalar sen bir odam bilan masalan sen "Mavlanka qanday ahvolingsan?" Men yo'q aqchan, lekin telefonni ilqla mening unim bor, sen bilan so'zlashaverdi u. Amaliyot u men emas. Men qo'yib qo'ysam sen bilan so'zlashaverdilar, meni doim so'zimni anglaverganku, men qanday javob berganligimni o'rganib ketdi, shu senga qarab so'zlayverdi hozir. Anashki sen gayvaqlar bir yala til so'zlab qolsa, u odamda o'zi bo'lmasligi mumkin. Ko'chirish, bir narsalarni ko'chirish, tarjim qilish, sonliq ma'lumotlarni analiz qilish, eng muvofiq sistemni tavsiya qilish. Senga qarab seni o'rganib, Abdurim g'ina senga mos sistem kerakka deb senga tavsiya beradi. Buni nima mashina o'rganish deydi. Endi yana biri yuqorida eng bitta rasmda ko'rsatdim. To'rtinchisi nerva tor. Nervliq tor. Buni men haqlar so'ragan savollar jumlalar, mana men sizlarga mushtaq so'rolgan so'raydigan va Google'ninkida. Nervi tori degan inson hozir AI'ning insonlarning mingisining xizmat usulini tahlil qilishga uringan aqliy iqtidorli sistema. Masalan, agar siz nurg'unlagan mushukning suratini ko'rsatsangiz, endi bu sistema mushukni ko'rganda bu bir mushuk dallalaydi. Xuddi biz kichik vaqtimizda, masalan kichik vaqtimizda bolalarimizni ko'tarsak, qara mushuk devasak, u bolalar shuni mushuk deb taniydi. Kichik cho'ng bo'lgandan keyin xat nima a devasak, bolalar
aşı xatni biz devagandan keyin aşı xatni ko'rsa a deb o'qiydigan bo'ldi. Bu nervi to'lqin degan insonlarning aşı narsadan aşındaq odamning nervisiga o'xshash o'rganish usuli. 2005 yildan tortib buning ishiltish doirasi hamma sohaga bosib kirdi. Bosib kirdi. Tuandarak nerv to'ri. Birinchi ovoz yordamchilari. Masalan, sening Google'ingda ovoz bor, Siri bor, alik chat GPT. Bular hamma ovoz sening ovozingni tonlaydi, to'g'rimi? Ovoz yordamchisi. Sen bir necha kun deb bergandan keyin bu tonlaydi, sening odamga o'xshab sening ovozingni ishlatadi. Ikkinchi avtomatik haydaladigan mashinalar. Avtomatik haydalgan, masalan, ko'chalar ben oğlumның maşinası tutsam, o qopla qo'ydi, mashina o'zi olib bordi. Hozir men vaqtda Las Vegasga borsam, Qima shaharga. Bu yerda odamsiz mashinalar bo'lib ketdi. Taksilar odamsizki. Ularni qanday o'rgandsan, ularga butun yo'llarni bir deb birdi o'rgatib aytgandikilar, xuddi odamga o'xshash sana deb bersa, masalan men Gollandiyaga berib Abdurrahim Ufka sen qanda barman desem, ma palanç yolda mene palanç yerga 10'ga gelse, ondan sonra gelip palanç bina kırsan mening uyum deyse. Şunun o'xshash buningga bütün kompüter barliq yerlarni o'rgatib bo'lgandan keyin bular o'zligidan tip bara oladi. Ovoz yordamchi bo'la oladi. Avtomatik hayda, undan keyin chiroy tonish. Hozir dunyoda chiroy tonishni masalan Xitoylar, Uyg'urlar desa, bütün odamlar chiroyni nimaga sonliq ma'lumot kirgizib yetadi. Kirgizib aytgandan keyin sening isming bilan tang, sening chiroying chiqqan zamatlar sonliq ma'lumotlar sening kimligingni darrov biladi. Bu dunyo bo'yicha bo'ldi. Tibbiy diagnoz. Hozir tibbiy diagnoz nima? Buni nervni to'liq ishlatadi. To'liq ishlatadi. Tillarni tarjima qilish. Hozir masalan Google'lar tarjima to'liq to'g'rimi? Men ishitmagan bir fransuzcha geytlarning bundaq mazmun nima deydiganda deb tercüme qilsam inglizcini chiqarib berdi. Dehqonlarning ziraat kasalliklarini bayqashga yordam berdi. Buni yaqinda Amerika bularni ishlatib yetibdi. Mana qildi. Ikkinchi rasm ko'rsatgan rasm oltiga kelafka. Men abaq so'zlaganlarni sal qarmanglar, juminglar. Buningki mushularni sizlardan so'ragan savollar. Men bu yerdan buni naq maydondan kelgan savolni sizlarga qo'yib beryapman. Cumhurlar dikkat qilinglar, ama oliy maktabni bitirib, nayt yaxshi oliy maktab bitirib, ham AI'ni o'qisanglar, sizlarga nayt raqobat kuchinglar shuncha kuchli bo'ldi, lekin mushundaq oddiy shallanishdan o'tib ketishni oldini olsinlar. Tayyorlik qilib kiringlar. Bir yerga buningdan keyin bir yer sizni chaqirtishga fursatga erishishmi oson to'xtamaydi. Men ikkinchi masalanga mana maningda 6. rasm qaranglar. Satya Nadella. Bu Microsoft bilan CEO, Microsoftning CEO'si birinchi quli bu. OpenAI degan oldingi qatim o'tkatdim. AI degan bir atalg'u. Uning hamma shirkatlar ishlatadigan bir shirkat emas. Xuddi men telefon desam, bu telefon ming xil shirkatlarga o'xshash. Minglar Microsoftning OpenAI'ni Sam Altman rasmning o'ng tarafida. Bu OpenAI'ni boshlayotgan odam. Keng doirada ishlatishga boshlayotgan odam. Microsoftning OpenAI o'ttirishga cho'nqur hamkorlik ve gayet zor meblag silishni osonlashtirdi. GPT'nin yürüyüşlük modelleri. Sen bir GPT işletasizlar, mashinalar yo'llarga borganda hamma yerlarda. Hozir GPT uningki yurishlik modellar degan GPT'ning 1, 2, 3, 4, hozir 5 keldi. Bu 5 modellarini Microsoftning AI bilan Microsoftning AI'ning ismi Copilot. Da Office 365 Microsoft'ның Copilot, Azure bulut mulazimeti ve Bing izlenişler bilen birleştirdi. Bunun arkalık AI'nin karhan dercilik kullanışlarını ve tavarlanışını zor derecede tizletti. Resim yetti ekranlar müşekken sual bulup muşunda nurgullar şallanıp çıkıp da müşe resim midirilmayı tutsun. Birinci Bing degan
ilaqa so'rda o'tganda Bing degan nima dedi. Endi buningga javob beradigan odam bu yerga kimisi bo'libdi dedim. Bu Bing degan Microsoftning izlanish motori. Masalan, Google biz izlanamiz, to'g'rimi? U bir motor. Yahoo bir motor. Microsoftning motorini shu Bing deb ataydi. Buni masalan, agar sizlar Microsoftni Open Copilot xarakterlik aşı xizmatlarga iltimos qilsanglar buni. Uningda yuqori deb o'tgan-ku ashlar so'radi, hali birsi yuqoridikin deb berdi, lekin mazmun dalma. Bulut mulozimati degan nima? Bu hozir masalan internet orqali ehtiyojga asosan hisoblash manbasi bilan ta'minlaydigan mulozimat. Masalan, hozir senden bordi Google'ning nurg'un rasmlaringni, fayllaringni Google Drive'a qo'yib qo'ysa. Qo'yma, hozir Google Drive ashim bulu nimasiga kirdi ashmi. Bu mulozimat asliya supa va yumshoq detalni o'z ichiga oldi. Bu mushundaq masalan burun sen bir bilan saqlash uchun uyingda bir ortiq kompyuterni o'zingning mulozimati qilib eshak saqlatding. Hozir bulut mulozimat chiqqanki uning ehtiyoji yo'q. Sen eshakni saqlasanglar bulut. Eshagida andin buni deb bo'lgandan keyin yana bir savol ulabla qo'ydi birisi. Azura bulut mulozimati bu qanday what kind of like a subject deb so'radi. Endi buningga ma bergan birisi beramay, mushkilni beramay chiqib ketdi ular. Ular xo'sh rahmat kelganinga degan rahmat ta'zimni etdi ketdi. Bu yuqorida bulut mulozimatni aytdik. Bu bo'lsa Microsoftning ta'minlagan bulut hisoblash supsi bo'lib, bulut mulozimat degan xuddi AI deganga o'xshash umum atalg'i. Har shirkatning o'z oldig'i bor. Bu Microsoftning ta'minlagan bulut hisoblash supsi bo'lib, hisoblash, saqlash, to'g'rilashtirish va AI qatorliq ko'p mulozimatlarni ta'minlaydi. Bu yakka ochquchlar, yakka degan shaxsiy sen yo men yoki korxon IT guruhlariga mos keladi. Shaxsiy qilaman desang bo'ldi, korxonalarda ishlatsang bo'ldi. Bu keng doirada kelib ketib qolgan bir narsa. Bu bir men mushlarni biroz buzib qo'ysanglar, shu xizmat iltimos qilganda nurg'unlar yaxshi bildi-ku, men mishaga endi naq maydon bo'lib qoldi, tushirib qo'ydim. Rasm 8 sal cho'piga chiqara rasm 8. Bu rasm 8 mayoqdiki Abhay Parasnis. O'ng tarafga Ali Gotsi. Bu ikkisi. Avval degani Adobe degan shirkat. Bu degan Adobe degan qanday shirkat desanglar, Adobe degan ijobiy loyihalash va shug'ullanadigan yumshoq detal qo'llanishchan texnik shirkatlari. Mushu bizning qo'limizga nurg'un rasmini ko'rsatib ketma, qo'l telefonlardagi nurg'un qo'llanishchan programmalar mushlar ishlaydi. Ishlatuvchilarning raqamli mazmun qurishga va o'zgartirishga yo'l qo'yadi. Misolan, rasm, sin, grafik, loyihalash, torbat va raqamli hujjatlar. Buni masalanga e'lon chiqishlarda ko'p ishlatadi. Bu shirkatning qilgan Abhay Parasnis bo'lsa Adobe mushu shirkatning AI strategiyasini taraqqiy qildirishga mas'ul. Uning yetakchiligida bu shirkat shirkatning ijobiy yumshoq detallari, masalan Photoshop deydi. Bular qanday rasmlarni qiladigan, tortadigan hamma narsa. Uningdan videolarni takrorlash, qisqartirish, kesish hamma ishlarni mushlar taraqqiy qildi va tijorat qurollari bilan birlashtirgan. Mushlarni masalan rasm tortishlarni, videolarni sin deymizda Uyg'urcha, sinlarni takrorlash, kesish, yasash, o'lchash, har xil bir narsalarni kino ishlash, mushlarni tijorat qurollari bilan birlashtirdi, tijorat shirkatlari ishlatdi. Bunun orqali mazmun yoritish va raqamli bozor ishish usulini o'zgartdi. Bu uningdan kelgan savol, men intervyudan kelgan savollar emas,
Buni men tushuntirib o'tib ketdim. Bu yuqorqi safoliq boshqurishlarning rahbarligida nurg'un hindistonlik injenerlar va tadqiqotchilar amaliy turlarga texniklik rahbarlik, AI qurilmasi va oliy darajalik injenerlik vazifalarni hozir hindistonliklar o'tayotdi. Nihoyat keng ko'lamda. Rasm 9ga kelib qo'ying. Buni so'radi. Bu dersin 9 kelgan savolchimi? Bunda qisqala. Cho'ng tipdagi sonliq ma'lum, big data. Bu xil uzun bo'lgan narsa. Burun To'liq Abdulloh bir qatim so'zlagan, keyin sening to'g'ringdimi yan bir qatim so'zlayman dedi, yo'qolib ketdi-ku uni. Men shu sen so'zlagansan, buni nihoyat buni to'liq o'rgangan odam desam so'zlayman dedi, yo'qolib ketdi. Bu lekin sen haqlar so'raganda qisqa bir javob beralsang bo'ldi, haqlar bo'ldi-ki, buni cho'nqur bilmasmi, buningdan xabari bor-ki degidek bir savolni bersan. Cho'ng tipdagi sonliq ma'lumot data izzolash va tozalash. Buning bu cho'ng sonliq ma'lumot data izzolaydi va tozalaydi. Buning orqali cho'ng tiplarni yuqori sifatli tarbiyalash sonliq ma'lumotlari bilan ta'minlaydi. O sonliq ma'lumot degan gurli kirganda u bir axlat sanduqdagi narsa, uni sen ratlaysan. Sonliq ma'lumot izzolash va tozalash kasbining taraqqiyoti saviyasi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi AI raqobatining yengilish natijasiga belgilaydigan muhim omil, kim ustunlikni ishlatsa asosiy rol o'ynaydi. Hozir Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi eng hayot mamot kurashining birisi bo'layotgan mushu kurash. Hozir nima qildi? U ko'p miqdordagi sonliq ma'lumotlarni yig'ish, tozalash, turga ayirish, belga silish va sifat tekshirish qatorliq kasbiy sonliq ma'lumotlarni boshqarish faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Amerika Xitoy o'rtasida hayot mamot ilishish yuz beryapti. 3-Dunyo urushi mushada boshlanyapti. 3-Dunyo urushi mushlar orqali boshlandi. Ikkinchisi taqsimlanma AI sistem qurilmasi. Bu naq maydon chiqib qolgan savol. What is the distributed AI system deb so'radi birisi. Chunki bu seni tanlab xeyli mandaroq endi sana bir ishongidek bir odam, bir xizmat bersak bo'ldi degan saviyaga kelgan odam meni so'rayotdi. Ashuni qila olamsa, qilmamsa deb atalgan. Bu degan taqsimlanma AI sistemasi qurilishi. Buni men o'zim tarjima qilib qo'ygan, gaplama. İngilizce'de distributed AI system deydi. Cumhurlar Amerika Xitoy o'rtasidagi AI raqobatida kim oliy sifatlik va unumlikka erishish degan masala. Sen AI'li bo'lsang bo'lmaydi. Amerikaning AI hozir Xitoydan sal ustun turgan yaqin uning sifati. Ma'lum darajada Amerika Xitoy raqobatda kim g'alaba qozondiganligini belgilaydi. Bu sistem Alani intervyuda so'zlab jilmaydigan narsa emas. Buningga bola yaxshi javob beramidi, buni qaytarib o'tdi. Bu sistem hisoblash, sonliq ma'lumot, aqliy iqtidor vazifalarini ko'p tugun orqali tadqiqot hamkorlashib ta'minlaydi. Tarqitib bu sistem hisoblash, sonliq ma'lumot va aql iqtidor vazifalarini ko'p tugun orqali tarqitib hamkorlashib ta'minlaydi. Internet to'ri avtomatik haydash mashinalar masalan poyezdlarmi avtomatik haydaydigan bu kitib bordi-ku, avtomatik haydash va AI shahar qurish qatorliq cho'ng murakkab ssenariylarga mos keladi. Bunun orqali murakkab modullarning mashg'ulotlarini qo'llaydi. Modul o'rinlashtirish, modul degan sen idorangga qandoq narsa o'rinlashtirman degan masala. Modul o'rinlashtirish va a'lolashtirishga erishadi. Buning orqali AI mashg'ulotlarining unumini va muqimligiga kafolat qiladi. Hindistonlik injenerlar bu muhim tarmoqlarda halqılık rol oynayapti.
Bu Amerika ve Xitay o'rtasidagi masalanga bir cho'ng urushda bir necha jang hal qiliq janglar bo'ldi. Habay birinchi so'zda Mavi Amerika va Xitoy o'rtasidagi hal qilish janglarining biri. Mushlarni masalanga gaylar darrov anglaganda sizlarga gaylarga abstrakt tuyulib ketadi AI bilan. Lekin mushni unib qolganki, mushlarni tonib olsangmish, men deganmish bir necha narsalarni bilib olsanglar, qolgan hamma narsa o'xshash bir-birisiga yordam bo'lib kengayib ketadi. Hindistonlik korxonchilari AI qo'llanishgan programlarida kuchli yetakchiga aylanayotdi. Ular AI texnikasini alayda konkret kasblarga ishlatishni mo'yin bo'sish og'ziga aylantirdi. Rasm 8da yuqoridagi rasm 8ga akab qo'yashadi birsi bu. Mana o'ng tarafdagiga Ali Gotsi. Ali Gotsi. Bu Hindistonlik emas, bu Şivitiyalik İranlı. Ama bunun arka görünüşü kerimi jilg'isidagi Silicon Valley, Amerika San Fransisko'dagi Hindiston jamiyati bilan zich aralashganligi uchun uning shirkati Hindistonliklar tavasiga kirdi. Bu shirkat korxonalarni birlikka kelgan sonliq ma'lumot va AI bilan ta'minlaydi. Bu korxon darajalik AI taraqqiyoti va o'rinlashtirishni oddiylashtırdı. Şirketler degan har qanday imkon eng oxirida o sening qilgan narsang korxonlashtirilsa butunlay ishlatib bo'ldi. Shaxsiy emas. Bu mushu AIlarni hamisha oshaqlar qilishda bu nihoyat cho'ng rol o'ynaydi. Uningdagi rasm 10ga akab qo'ya, rasm 10ga to'yinga. Bu rasm 10dagi birinchisi Ivan Reiser. Bu benormal bexatarlikka. Hindistonlik bu abnormal secret dedi bu Hindistonlik Sanjay va o'ng tarafdagi Jaka Kumar. Bugulan gapini demak bektas. Bilan bu shirkatni qurgan. Abnormal secret benormal bexatarlik degan shirkatni qurgan. Bu shirkat AI va mashina o'rganish texnikasi orqali phishing nomli ilg'or aldamchilik va savdo va elektronlik xat aldamchilikni bayqash va to'sishga maxsus ishlatadi. Bu bexatarlik nimani ishlatmaydigan shirkatlar oz ishlar. Asa hammasi ishlatadi. Sen oydirimda o'tsanglik seni pasportini tekshirgandimi mush ishlatadi mushini. Korxonalarni murakkab va hujumdan saqlaydi. Bizning hamma shirkatlar buni ishlatadi. Xalq orada rasm 11ga akalar bu savoldan emas, men meyaga yuqori deb qo'ydim, tushuntirib o'tgandek. Xalq orada taxminan 20 xil eng ajallik tor hujumi bor, virus. Masalanga men bu sohada ko'p ishlagan, bu tor soqchilik bo'lib, mushundaq pullarni o'g'lab ketgan odamlarni qo'g'lab, nada mushqib uzun ishga bu yoq tajin 20 dak bor. Agar mushni anglash xohlaydigan bo'lsa, rasmiy bir nima ishchi bir nechasini misollar bilan ko'rsatib beraman. Nima qildiganlar bo'lsa. Lekin men phishing deb o'tib ketdim. Shuni birsini so'zlab o'tib ketayman men. Phishing degan bu eng cho'ng qo'llanadigan kichkina xabarda bu savoldan kelgan emasmi? Bu hech qanday suhbat savoldan kelgan emas. Men bu yerda og'zimga ip qoldim. Tushuntirib o'tib ketay. Phishing bo'lsa tor hujumning bir turi bo'lib, bunun alaydiligi bo'lsa aldamchilik elektronlik xat, email, har xil xat elektronlik, qisqa uchur, telefon yoki tor bekatlarini ishlatib kishilarni sezgur sonliq ma'lumotlarini hamda yerlashga chaqirdi. Yomon g'arazlik yumshoq detallarni tushirishga qiziqtirdi. Yoki boshqa usullar bilan kishilarni tor jinoyatning to'ziqiga kirishga yetaklaydi. Phishing bo'lsa, hozir bir necha misol ko'rsatib beraman. Phishing bo'lsa ijtimoiy qurilishning bir xil shakli. Phishing boshqa tor yoki boyliqlarni bevosita nishon qilgan tor hujumga o'xshamaydi. Nurg'un boshqa bir necha ular sening nasmi bankangdagi pulni seningki
idorangdagi hujum, idoralarning pullarini o'g'irlash qiladigan yumshoq detal bu. Bu unda emas. Phishing bo'lsa tor yoki boyliqlarga bevosita nishon qilgan tor hujumga o'xshamaydigini, buning ijtimoiy qurilish hujumlari insonlarning xatoligidan foydalanib to'qilma hikoya va besim taktikasidan foydalanadi. Masalan, sana birisidan ya tekst keldi, ya telefon keldi. Voy sening og'inang ya ayoling parancha nayt qattiq og'riq turdi, yetib qoldi, bir mashina vaqa bo'ldi. Sen darrol kamsanmaydi, biz soqchi idoradan qo'llayapmiz deb bir xatlar keldi. Sen uni ayolingni sen o'zingning o'sha birimini cheksanglar, ayolingning hamma vazifa chiqadi, manda qanday pullar bermasangda, ashunday kelgan xatlar nayt to'q sizlarga. Onun masalan, menga yomon to'l keldi. Seninki jamiyat bexatar numering sen vaqtida o'tib ketdi. Hozir seninki numeringni palonchi yerdagi ishiltib o'tdi. Sen hozir bizga darrol biz bilan aloqalashmasang, men telefonni urib, sen turma kirishing mumkin degan menga yomon to'li keldi bu. Bular hammasi yana ziyonkashlikka uchirg'ichilar birdan ziyonkashlikka uchirg'uchilarni bildirmaylar o'ziga yoki tashkilotga ziyon sağızıdır. Mesela Pidayi torbatdı. Aşının Facebook birimizi bütünler burunqı nimesi ip gitip aşının 3 yıldaki yıkın burunqı neslerin hemisi yoqap ketdi. Hazır ular uçuq. Lekin kirenmeyse, özgertemeyse Pidayi kırsa ular eşe turdu, lekin kirenmeydi ücretli. Başka onun pasportlarını hemisi oğlap gitdi. Tipik piş aldamçılığı, tip aldamçılığı hacker ziyonkashlikka uchiruvchilarning ishonchisiga kirishga o'xshaydi. Ishonchlik kishisiga o'xshaydi. Xuddi sening yaqin odaming, masalan, xizmatchisi, tuqqini, do'sti, xo'jayini, huquqdor yoki dongliq markalar vakili bo'lib, sana telefon qiladi, sana xat yozadi, sana email soladi, har xil soldi. Vakili hackerlar uchur avatib ziyonkashlikka uchirg'uchilarga talon to'lash, ma pulni to'lab etmasang sen jinoyat kirsa, vaqtda falonchi ish qilmabsan, sen mashinang bir yerda o'tgan soqchilar meni qilmabdi, men soqchidan sana avatdiq, ma talonni darrol to'lamasang, sening butun paroling ilib etmas degan xat to'li keladi. Qo'shimcha hujjatlarni ichish, sen bir hujjatni avtidi, ashlarni qilish uchun meni chekkin deydi. Kimchi hujjatlarni ichish, ulanishni chekish yoki boshqa ziyonkashlik harakatlarni qilishga buyuradi. Ishlatuvchilar, masalan, sen yoki men uchurning kelish manbasiga ishonganligi uchun ularning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilib, aldamchilikning qiltig'iga tushib qoladi. Hacker degan talon bevosita ularning hisobiga ulanishi mumkin. Men o'zimning beshida o'tgan ikki misolni deb beraman. 2024 biz hajiga bordik. Bu yer Amerika bir cho'ng ashlan o'rlashtirgan haji guruhi borda, shular orqali borsa o'zing shaxsiy borolmaysan. Shularga hammasi hujjatni qilib tursak, bir kuni birisi tada Uyg'urchaga o'zbek tildilar, ayolimga telefon qilibdi. Voy siz hajiga kiribsiz, muborak bo'lsin. O'sha u bo'libdi. Sizning ma bir nimangiz men to'silib qolganda, shunga kirishga ma telefon uribda, telefon ilib, ma nomerni kodini kirgizing deb 6 sonliq ma'lumotni berdi. O 6 sonliq ma'lumotni ayolim men shularni o'xshaydi deb o'zbek so'zlar otdi. Shuni kirgizib qo'ydi. Kirgan zamatlar dünyada mening ayolimning nomidan Amerikadagi mushadagi hamma odamlarga mening beshimga mundaq kun tushdi, bizga ozroq pul beringlar degan hammaga shu xat kirib ketibdi. Agar o pul bersa, mushuninga sosanglar bo'ldi deb, ashlarning katta qanchalik odamlar katta uqmaymiz, biz ATM deb turib 24 soatdan keyin orang uni asliga keldi. Asha ketibdi butunning qo'liga. Andin asliga keldi, shuningdiki chekmayda bir shunda tonish odam, bir Uyg'urdek, bir o'zbekdek, o'zbek 20 o'zbekcha bir so'zlabdi. Ikkinchi o 2016-17-yili yana shu ayolim bankaga bir kuni borsa, bizning tor banka tuyuqsizdan bir yerdan 280 ming dollar bizning bankaga kirib ketdi. Bizning banka undal bir olsa, yilim shu atgan beribdi, qarasa 280 ming dollar ortiq pul. Darvan biz buni da xabar bo'lganki, darrol banklar xabar qildi, ular darrol o bizningki
shu bank chekni to'xtatdi, to'ngtibdi, boshqadan ochdi. Agar yana birdam to'g'amsa, ular bizning chekdan pulni boshqa yoqqa yutkab ketdi-da. Men beshimdan o'tgan. Mushu phishingning ikki xil ziyonkashligi. Mana mushlarni bilsanglar bo'ldi, mushta bir hargiz bir yerdan bir uchur kelib, mani chek desa, hargiz chekmanglar. Çoxum şunu iniqlab, telefon urmanglar, gay vaqtı gay telefonlar, ma telefon urib qalsanglar, bir 2 minut so'zlab qo'yinglarga necha ming dollar chiqim bo'lib ketisizlar. Ha? Rasm 12 ga akab qo'ya, rasm 12 ga. Rasm 12. Mana bu rasm 12 da ma birinchisi Rahu Ravanutala. İkincisi Jaya Kishore deymizdan o'qiyapman Uyg'urcha. Mana bo'lsa Yellow AI degan cho'ng shirkat. Shuningki qurg'uvchisi. Qurg'uvchisi CEO'si hamma mushu Yellow AI'ninki qurg'uvchisining birisi. AI orqali dialog qilish AI. Niyat qilinglar. AI ma dialog qilish AI. Ma suhbat savoldi bo'lgan. Diyalog qilish suhbatni harakatlantirdi. Bunun orqali korxonalarning xaridorlar, mulozimati va xizmatchilarning o'zaro aloqasini avtomatlashtirishga yordam berdi. Mushu hozir kelgusida universitetlarni yo'q qilib etish mumkin. Hozir maktablar, universitet bor, maktabda odam qolmaydi, hamma odam uyda o'rganish bo'lib ketadi. O'zligida uygunda xohlagan vaqtda uygundigan bo'lib ketadi. Universitetlarga borsanglar, hozirgidek 10 ming, 20 mingga o'quvchilar aqcha oldimizki 5-6 yilda qolmaydi. Velaqa lab tajribaxonaga kirganlar bo'lmasa, hammasi mushni universitetda qo'llansa, hamma odam uyda o'rgandigan bo'lib ketadi. Universitetda qolmaydi. Bu Hindistonlik igilikchilar dialog AI orqali korxon darajalik AI hal qilish chorasi bilan ta'minlash AI konkret savdo ahvollardagi unumni o'stirish, bexatarlik va mas'uliyatga kafolat qilish, ko'p tillik analiz qatorliq alayda masalalarni hal qilishda konkret chora tadbirlarni yetkazdi. Har qanday masalani qarab, mushlar hammani qilib berdi. Bu shirkat AI modelini tadqiqot qilishdek nazariya tadqiqotida to'xtabla qolmay, amaliy nasrlarni hal qilishda konkret model bilan ta'minlaydi. AI taraqqiyotlarga bular model yaratib berdi. Usul ko'rsatib berdi. Aql ko'rsatib berdi. Bu shirkat naycho buning rasmini Hindistonliklar qilgan. Mana oxirgi ishki mana mushida bu rasmni ko'rdinglar. Ma dialog o rasm 13 ga tushirayda sal. Yuqorida buni so'rab qoldi. Ma o dialog o rasm 13 ga. Endi dialog yani bu naq maydonda so'rab qolgan savol. Bu ashir so'rganki bir dialog AI degan nima deb so'radi. Buningdan so'rgan odam bu tayyorligi mukammalkan, buningga yaxshi javob berdi. Amaliyot men bu yerda yozganim shuning javobini men uyg'urcha qilib sizlarga azroq amibab tilda so'zlab beryapman. Dialog AI degan bu bir ovoz. Men uqmatdimki vaqtida uni konkret aniqlamasi nimaligini men bilmadim ekan, aniqlamabdim. Dialog deb o'qiymiz-da uyg'urcha o'qisa. Dialog AI bu bir ovoz yoki tekstni asos qilib insonlarning paranglarini tushuna oladigan yoki inqos qaytara oladigan yumshoq detal. U har xil ovoz va ta'kidlarni farqlantira oladi. Sening ovozing bilan mening ovozimni farqlantira oladi. İngilizce bilan har qanday so'zdan farqlantira oladi. İnsanlarning o'zaro harakatlarini tahlil qila oladi. Sening qanday harakat qilsa, men qanday harakat qilmay, o'shaqa har xil tillardagi savollarni tushunadi va javob beradi. Dialog AI har xil xaridorlarni qo'llash programmalarida ishlatadi. Bu yumshoq detal xaridorlarning savoliga xoslashtirgan usul javob berdi. Hozir mendaq birini taraqqiyotim masalanga. Masalan, mening bolalarim, mening barliq so'zlarimni, hamma nimalarimni elib qoldi, qilib qoldi. Shuningla, masalan, men o'lib ketsam, ular bir AI odamni akilib,
aş meni bütün nimamni aş odam o'tkazib qo'ysa, u uyda shu menga o'xshash bir odam yuraverdi, parang qilsang xuddi menga o'xshash parang qilaverdi. Мәңгілік еніңді бірің дадысы атысы кім еніңді қотының болса аша сақлап қалмадыса аша қылса сен біле адаттыкидек мұшы қанда параң қылсаң шында параң қылдыған болды. Бұның да бұл найт көп ішімді. Алды бұныңки базар шуақты көп шығып атыды. Шыныңки аз күндікен bir adamımız tüyep geçsimi, balları atallar tüyep geçsimi, aldı da Allah ballı aşlarının hem paranlarını, kıgallarını aşının ügütüp kırgızverse ki okşaş avazda, okşaş külüdüğün, okşaş sözleydiğin bu gitede onun uzun kamil küçük kes 10 yıl kalgandı değil mi? Hindistan tədqiqatçıları dünyadaki dağlıq üniversitetinin AI tədqiqatıga bulupmu sanlıq məlumat ilmi, maşina ögünüş nazariyası ve algoritmini a'lolaştırışda mühim rol oynaydı. Ahirki işki resim davitey, mana 14. Birincisi Raj Reddy resim. Bu o Carnegie Mellon Üniversiteti, bu bir şahsi mektep, Amerika'nın Pittsburgh'daki Amerika'daki bir mektep, nayeti şahsi mektep, dağlıq mektep, kompüter ilmi fakültetinin profesörü bu adam. Son tarafki Raj Reddy degan. Bu Turning Award algan. Turning Award degan bizning kompütermiş AI sohasida eng yuqori mukofotning biri. AI sohasidagi boshlamchilarning biri. Tavuş farqlantirish va mashina odam sohasida yo'l ochuvchilar deb boshlaydi. Bu tavuşlarni AI, mashinalar har qanday qandoq to'naydini dastlab taraqqiga odam. Va o'ng tarafdagi Subhash Kot. Bu Stanford Üniversitesi hamma odam biladi. Bu dunyodagi eng danglik Amerika universiteti. Bundan bir necha Uyg'ur bolalar bor, bir Uyg'ur bola u yerda ishlayotdi tajribada. Stanford Üniversitesi kompüter ilmi fakültetinin profesörü. O hesaplash murakkabligi nazariyasi AI algoritm. AI qandaq hareket nimish tonalaydı, şunun algoritmini hesaplash, algoritm cheki ve önümünü tushunishda intayin mühim ahamiyatli töhfa qo'shgan. Nurg'un Hindiston professorlari ve tadqiqotchilari tabiiy tilni bartaraf qilish sistemasi, nomzod to'nishtirish sistemasi ve kuchaytirilgan o'rganish qatorliq qiziqarli AI sohasida nurg'unlagan yuqori saviyalik maqolalarni e'lon qildi va nurg'un doktorlik o'quvchilarini hozir Google, Facebook, Yahoo, Amazon mushta donglik yerlarda sap o'quvchilarni ashtaga kirgizyapti. Hindistonliklar naayati bunday aydi. Yuqorida birinchi tabiiy tilni bartaraf qilish sistemasi dedim. Shuni tushuntirayda, u bo'lsa buni so'rab qilishi mumkin. Tabiiy bir bo'lish sistemasi bo'lsa, kompüter ilmi, AI va tilshunoslikni o'z ichiga olgan fanlar aro soha. Asosli kompüterning inson tilini tushunish, bartaraf qilish, hosil qilish va tahlil qilish iqtidorini tadqiq qiladi. İnsanlar bilan tabiiy so'zlashish iqtidoriga ega qiladi. Keyin masalan dedim-ku, keyin odamlar kim ota-onalarimiz tugab ketsa, bolalar tanishlar tugab ketsa, shularni yasab qo'ysak, ular biz bilan o'tirib paranglashib tabiiy tilni bir taraf qilish texnikasi orqali mashina tarjimasi, savollarga javob berish sistemasi va hisoblashlarni qiladi. Endi bugungi suhbat mushakchi bo'lsin. Bu uchinchisi bo'ldi, bu 10ga boradi. Endi bugungi gaylari sizlarga nurg'un abstrakt to'nishi mumkin, tunji anglagan. Lekin buni men ko'p qo'ydim, mushularni qilib turib, masalan, mushu bir yerlarda AI munosabat qilgan, AI bo'lganda, mushu atalg'ularni hammasi masalan, Gollandiya tili bo'yicha Google kirsanglar bor. Amerika til Google'lar kirsanglar bor, tushunib, ashlarni o'zinglar bir qan bilib olinglar. Men bularni so'raydigan uqmaymanki, shu menimi kirib o'tirishpa dedi, men savol so'ramadim. Men o'tirishpa dedi, o savol so'rsang bo'ldi dedim, so'ramadim. So'rgan savollarini yozib turdim. Yozib men sizlarga qo'yib beryapman. Mana AI'ga amaliyotni murakkab masalalar emas. Ashuncha gaylinglar aqcha mushni bilmaganlar bor, lekin xizmat qilsa shunda qilib yetadi, yaxshi qila oladi. Lekin
xizmat bir yer kirish, o'zingni iqtidorini ko'rsatish uchun avval mushundoq savollarni o'tib ashak kirsang bo'ladi. Bu savollar gaylaring shundoq kalva, döt, hech qanday bir ahamiyati yo'q savollar, lekin oldingdagi savollar. Aşa şallıvatlar şu iqtidoringni bildirgan yerga kirolmaysan. Shuning uchun mushundoq inchik narsalarga diqqat qilish to'g'ri keldi. Mana savoling bo'lsa javob beray. Rahmat Mevlanka, yaxshi bir suhbat bo'ldi. Endi bu xizmat tepishmi oson emas. Bir narsangida men o'zim besha kelgan desamda, bu CV'ni evetken bilen nurg'un idoralarga, nurg'un shirkatlarga degandekda, o necha yuz odamning ichidan tanlab bir nechini intervyuga chaqiradigan gapda. Hem şu intervyuga kelib qolib qolsa, yana xizmat kirishningki bir dastlabki bir bosqichini hozirlandi degan gapda, hamda o'sha bir suhbat qilish, o'zimiz ishmoqchi bo'lgan shirkatlarni tanishib, fursatga erisha olamizda hammasini. Endi kirgan bilanlar kim evatgan bilan singlim bu yerdan kel intervyuga chaqirmaydi. Bumi bir ta'layimda. Endi qolgani ham intervyuga kirgan vaqtida odam nima deyishni bilmay qolib qoldi go'y vaqtida. O'ylamgan yerda savol so'rab qolib qolsa, nima deb javob berishni bilmay qolib qoldi. Chunki vaqt qisqa. Yuzma-yuz intervyu bo'lgandan keyin, bu suhbat bo'lgandan keyin anda deyim, manda deyim deb o'ylanadek vaqtim yo'q u yerda. Shunday javob bermagandan keyin gangrab qolgandan keyin odam bir xil xuduksirab, bir xillab o'zimizni boshqacha nima qilib qolamizda. Shuning uchun hozir nimangizni qilgandan keyin bir damalliqqa endi bulab shu AI sohasida o'rganayotgan, mush sohada bir xizmat qilsam bo'ldi degan odamlarniki dastlabki nimsida bir shu xizmat izlash intervyuga kirib qolib qolsam, nima savollarni so'rab qolar deganga bir umumyuzlik bir tushuncha berdingiz. Savol shunday birinchi nima diqqat qilinglar. Sizlarcha nurg'unlar biz razmi deymiz. Ma inglizchada, uyg'urcha tarjimal desa Gollandiya nima deysizlar uni? O'zingning qilgan nimangni avitib bergan narsangni Gollandiya tildi. O'zimda uni shu CV'ni avatimiz, shunimizniki hammasi o'xshash qo'ygan. Biz razmi deydi, yani o'zingning nima qila olgan nima. Uningda nurg'un bolalar borki, xizmat izlash nimasi-chi u? Tarjimali desang bo'ladi. O'zingning xizmat tarjimali. Brief deymiz biz. Ya İngilizce razmi deydi. Xatlarda baştarak. Aşını men o'qib qoldim, bultu bir necha bolaga. Ular aşı bir razmini yizib, necha shirkatlar avtidi. Bu mag'lub bo'lishning cho'qim bir yo'li. Cho'qim mag'lub bo'lishi. Buningda. Shuning uchun masalan bir shirkatni qilsang, ashning xizmat talabiga birinchi nimani talab qildi? Ular bunda xizmatni tushuntirishni berdi-ku. Ashningda nurg'un ash shirkatning muhim so'zlari bor. Shu so'zlarni aşı razmiga kirgizinglar tarjimalinglarga. Yizib, andan aş konkret her bir şirketga o'zga xos razmi yizinglar. Bu mesela birinchi tasqashda kompyuter orqali chiqarib yetadi. Ular birinchi qitim masalan bizni shirkatga bir 2 odam kerak, 100 odam kelsa, uning hammani o'qamda kim o'qiydi? Aş izlaydi sening razmingda yiliqi idoraga xos munosabat, aşı texnik, aşı xizmatga xos so'zlar qanchasi bor, bunda izlaydi. Buni chiqarib qo'ydi seni. Aqcha sen shunda ilg'or, yaxshi munovar bir odam bo'lib qolishing mumkin. Olgan odamdan yaxshi odam bo'lishing mumkin. Lekin sen u ixtiyorni ko'rsatmay chiqarib yetsa. Shuning uchun birinchi idorada masalan sen ximiya, biologiya bo'lsang, bir idora dori shirkat bo'lsang, ash idora nimani qildi? Ashning tafsil o'qib, ashning muhim so'zlari tarjimalinglarga kirsa bo'ladi. Bu birinchi muhim bosqich. O bo'lmasa chiqarib yetadi. Men kompyuterni bilma, program yozma, mandaq-mandaqsan uning o'ta birinchi bosqich chalinib ketdilar. İqtidoring ko'rinmaydi, tugidi. O shirkat yomon yeri, diqqat qilmasanglar, bir shirkat o shirkatdan sen birinchi kun tasqilib ketgandan keyin o shirkat ikkinchi kun seni chaqirmaydi, seni nimani qaramaydi. Shuning uchun har bir yozgan tarjimalinglarga avatganinglarni shunda qimmatlanglar. 10 avatmay, 2 avatsanglar, nayt qimlab, yezib, takrorlab, ko'rib, andin avatinglar bu bir. Ikkinchi masalan men bugun mana nima qildim? Agar meningda so'rgansiz nurg'unlar men qalayimqan javob berishim mumkin edi. Men ko'rib baqa. Uningdiki dedim-ku, men qandoq bo'ldiki rost bu mishaga chiqib qolsam, nima savollarni so'raydi? Budaq 4-chi aqtalliklarni so'zlagan qurma. Men bir necha iltimos qilib baqsam, ular mendan so'rgan savollar bor. Shu savollar naq men sizlarga bugun ko'rsatib qo'yganim naq maydondan kelgan savollar. Nurg'unlarning standart savoli bo'yicha o'lchamlik so'raydiganda, uni
Mesela mana shu hamma yerda men bir necha o'rinlarda ishlab boqdim. Bioximiya sohasi, ximiya sohasi, hatto o'sha sayya sohasi qadar doktorxonaning bilimini qadar ishlab boqdimda men. Bularning hammasiga kunab ketdik. Qandaq intervyu qiladigan bir narsa. Birlamsi borda, sen nima uchun bizni tanlading, o'sha xizmat qilishni degan savol odamni gangirtib qo'ydi-chu. Bu savolni yaxshi sording. Mesela Bu savolni nurg'unlagan idoralar borda, nurg'un shirkatlar ya nurg'un narsaniki. Sen boshqani tanlamay, bizni tanlashing sabab nima desa odam ha, gangirab yaxshi qo'ydi-ku. savol. Ha, Bu savol yaxshi. Masalan, nurg'unlar mush savolni so'rasa, men burungi shirkatdan ziyonkashlik burungi shirkatda palonchilar bilan chiqishammidim. Bu desanglar seni olmaydi. olmaydi. Burungi odamini nim qil. Men mayaslardan bir aytki maoshimdan jiqroq pulga keldim desang yana yaxshi emas. Deb bir cho'qim burungi shirkatim nayt yaxshi. Lan şahçı men u yerdan shunchalik jiq narsalar o'rgandim, u yerdagi odamlar bilan shunchalik yaxshi xizmat qildim. Ular bilan lekin men hozir yangi bir fursatni izdinaman deb qarasam sening ma shirkat menga bir yangi fursatni chiqyotidi, men taraqqiy qilishimga deb javob bersanglar o'tib ketasizlar. Aslida Herkes burungi shirkatdagilarni herkes har qanday vaqtida shunda asli o'tgan bo'lsangmi, burungi shirkatdagilarni ayblama. Uni ayplagan odam meni ayblaydi deydi. Fuayda senin pulunu jiq bergan deb unimi deme. Bana burungi shirkat shunda jiq o'rgandim, uyaladi, menga nayt yordam qildi, boshqalarim hamma qilib, men lekin o'zimning qarab qolsam, men yangi bir narsani o'rganish, yangi bir taraqqiyotni o'ylayaptim. Sizlarning shirkatinglar menga shundaq taraqqiyotni fursat bergan, shunga keldim desang o'tib ketsa. Bana başta qalqatınca tuproq tadqiqotda ishlab, keyin yemek tadqiqotiga intervyu bordimda, bu biz ishlagan yer ko'pincha olmish kishicha bu Gollandiyada 2 yil ishlab, lekin biz nima ishlagan desak, bu bir yer o'zini ishlash xohlamaydi ekan-chu, yaxshi ko'rmaydi ekan. Shundan bizim olmish chiqib boqsak bo'lgan o'xshaydi sizlar bu bu yerga nima qilib boqqandan keyin meni chaqirgan intervyu ochdan so'ragan. Sen burun xizmatinglar yaxshi ekan, nima uchun bizga kelding? Nima uchun bu yerda ishlash xohlaysan degan vaqtda men bu bioximiya o'qigandan burun kishiga yerim ximiyani nurg'un narsani o'rgandim, texnikdan, biologiya bilimini unutib qolmay, buni taraqqiy qildiray deb shunga sizni tanladim. Sen bizga nima qilib bera olaysan dedi-da bo'ladi. Degandan keyin men mas'uliyatchan, ishqa puxta, ingichka ish qilaman. Burun ishlarimda men ashtaq e'tiborlab ishlatgan, lekin o'zim taraqqiy qildirish uchun men yangi bilimlarni egallashim kerak. Bu deb mushta deymizda. Lekin bu deb bo'lgandan keyin bular bizni ilish olmaslik uchun burun idoraga telefon qilgan gapda u yerga. Manda keldi bu haqida referensi ber, uchur ber deganga burun idora anakan biz uchur berdi anakan. Bizim deyotganimiz rostmi, yolg'onmi? Uni aslikini. Reference aytmayman. Bu har qanday yerga biz bilakyaga shunday bir xizmat izlab borganimizda keyin dillarga bizning butun arxivimiz tang bor ekan, borda yerga. Shunga hamma yerda yaxshi ishlab men xizmat bak inishkidimda astoydil. Bo'g'ashqa kichik bir olatdi. Bu bak muhimki tunji qadamni yaxshi besiblar kim shu yaxshi. Bu başka bugün tema bilan bu to'g'riliq niqo bu to'g'riliq tema bilan munosabatim bor, munosabatim yo'q bu bir narsa. Haqlar chiqib iltimos qilganda diqqat qilinglar deyman. Men bugungi so'rgan savollar ana ikkinchi bazarin boshqa ikkinchi bosqichda buningda masalan 10 dak odamda eng oxir 4tini ip qoldi. Ulan texi yüzdidar suhbatga chaqirmadi. Endi bo'lmish ikkinchi oyning oxirlari chaqirib qolar deyman yüzdidar xizmatga. Anqacha ular boshqa yerdan xizmat deb ketib qolamdi uqmaydi. Shu yüzdidar xizmat chaqirmadi. Men naq maydondan bo'lgan savolni masalan qo'yib berdim. Ham buning orqali mushu savollarni masalan o'rganib, biroz o'rganib olsanglar, AI to'g'riliq savollarning 80% o'rganib ketasizlar. Javob bergan bo'lasizlar. Ben şuna açıp koydum. Yani bugungi mavsumda qilgan narsamiz AI. Shunday aqlaqidagi bularning ko'pinchisidan nimalar qolsa, Hindistonliklar jiqroqmi bo'ladi? Asosiy Hindistonliklar men juda mana bugun rol o'ynagan aqtalliklar bor, budaqli aqtalliklarni so'zlaymiz. Asosiy rol o'ynaganlar bular. Masalan, Xitoylarni taraqqiy qilganlar xeyli jiq. Masalan, Facebook. Adı Meta deydi cümleler. Bunun ismi Facebook. Men Xitoylarning nayt AI'ni taraqqiy qilgan ikki odamini menga bular xatolik qildi dedim, o ishbin bo'lib qolamdi. Ikki odamini Facebook yiliga 15 milliondan maaş berib ikki odamni ekib oldi. AI
kodu yazdıqanları içki kod. Aşta bulaş dağlıq. Saç AI kodunu qıb şunda adamlarını hazır məşə çoğ şirkətlər 10 milyon, 20 milyon dollardan maaş verib. Əndə bizlər ilə qollandığanlar da. Ular ilə rəsmi AI'ni tərəqqi qıldırdıqanlar. Yedib çıxıb o əlalaşdırıb o AI'larını. Hər cəhətdə sifətini kuchaytib rəqabət qıldırğanlar. Onların maaşları hazırkı ilan qilishcha Elon Musk'ım dedi. Məşə AI'nin ügününlər aldınqı 5-6 yılın içində AI ügəngəllərinin çıxan milyonerlərin sani kompüter vaxt dəvirdəki çıxan milyonerlərin sanıdan nəticəsi iş bitidir deydi. Aldınlardakı 5-10 yıl məşə AI milyonerlər güldürləb çıxıdığan vaqiyyətdə Elon Musk şoňa AI ügününlər. Mən Uygurların ügününlər dep alaydan ballarınlardan tatıb başlanlar. Ballarınlar. Mesela şunu bir sistemli ügüdüğün bolsa birisi bir bek tepsil işki kısım kirmismi? Evet degende AI'ni qanday ügünimiz, qanday qilimiz, aşan addi bir narsadan azroq bir xalqimiz texnik qiziqatgan. Google'da Yo'q, o deganimiz to'g'ri narsanikini xuddi vatanda men urug'lan videolar chiqib Facebook tarqatadi, ko'ryapmiz-ku. AI ügünüşünü anda qilimiz deb qisqa bir narsani filmni kirishib o'qilgan so'zlab tushundirish. Shunga o'xshash anda qilsa xalqning kallasiga abstraktni bir hukm konkurs shaklida kelgandan keyin jiq odamni qiziqishini qo'zg'aydigan gapchi buningga. Bunichi qara. Biz Amerikada burun tug'luqlarmi iliq databaseni ügütib baqdi. Uyg'urlarga bekaga degida azroq pul oldi. Buni ügünimen degan odam cho'qim azroq pul to'lab ügünsə endi ügündik. Uning bekor kurs ichib qo'ysang ügənməydik. Bekor kurs ichib qo'ysang, mishat bekor so'zlaklar men olmoqchi pul ügənsə ular maslanga qimmat emas, $3000 ügüngün bo'ldi 28 kunlik, $5000 yaxshilari shunday jiq to'rladi. Aşna ügünib ketsanglar hech nimani bilmaysan. Shunday jiq chiqyapti. Google'ninki bekog'im bor deyman. Bekog'im mundaq bir yuzacha bilim berdi. Uni avval anglab olsin bo'ldi. Ügüninglar, ballariinglarni hozir tatib nim qilinglar. Masalan, oliy maktabni men bosh til dedim. Sen hozir 4 yil $100,000 to'lab bir oliy maktabni tutding. Lekin AI'dan xabaring yo'q. Men bir bola 5000 qo'yib $5000 to'lab 28 kunlik dars, 20 kunlik dars ügünib chiqdi. İkisi bir şirketga olsa mobilni oldi seni olmaydi. Sen AI bilan qurollanmışsan. Sen hem maktabni o'qib, hem AI bilan qurollanganda endi sen raqobating bo'ldi. Bulamda Bo'ldi. Biz bir şey hiç bo'lsin, qolgan yana kelar qatim suhbat ko'rishamiz. Hammanglar Allohga omonat, taqib qilinglar qarindoshlar, YouTube akkauntimizga a'zo bo'linglar, yana yangi programma huzuringlarda. Ondan yana bir gap deb qo'yishim, nima 2-oyning 5-kuni G'ulji qirg'inchiliginiki 29-yilligi bu yil men payshanba kuni Amsterdam Dam maydonida G'ulji qirg'inchiligining 29 yilini xotirlash namoyish o'rlashtirdim. Hozir namoyish qilgan odamlar dunyo xarakterlik hozir Uyg'urlar bek ozdab ketdi. Shunda bo'lsa men imkoniyati bor qarindoshlar kelinglar. Xitoy qarshi bu namoyish eng oddiy shakllik bir qarish harakatimiz, bu harakatni o'simi tang bir ip baraylik. Hamma Allohga emanet, kerak sani ko'rishaylik, xo'sh. Xo'sh.